duch kelgan ustalarga fasad izolyatsiya, umuman izolyatsiya ishlarini topshirmang. Bu uy egalari material o'zidan 1 kvadratidan taxminan 13-14 dollardan zarar ko'rishyapti. Chunki montaj noto'g'ri qilingan. Bu videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlar uchun juda ham foydali ma'lumotlarni beraman. Kelajakda buni xatolarni qilmasliklarini tarafdoriman. Like va podpiska ketdik. Yon tarafidan boshlayman. Demak, men imoratga, tasavvur qilinglar, men keldim, shu egalar meni chaqirdi. Men kelganimda birinchi nimani aniqlayman, loyihalar bormi deb loyihalarni olaman va imorat qayerda qanaqa joylashgan, ya'ni shimolga nisbatan, sharqqa nisbatan imoratning joylashuvini aniqlayman. Endi xato kamchiliklarni boshlaymiz sekin-sekin. Xo'p, montajdan o'zidan boshlaymiz. Bu yerda devor gazoblok, bu qismi e'tibor bersanglar, aniga qismi g'ish. Xo'p, mana bu yerdan boshlanib gazoblok. Xo'p, yaxshi izolyatsiya to'g'ri, qanaligi to'g'ri tanlangan. Ana undan keyin endi sekin-sekin o'tamiz. Tegidan boshlangan montaj. Tegidan boshlab turib, undan oldin nimaga e'tibor beramanman? Mana qaranglar, gazoblokka chiqqan, kirdi, chiqdi joylari bor, to'g'rimi? Ana eng sizlarni qiziqtirayotgan savolinglar, suvoq qilishim kerakmi yoki yo'qmi degan savolinglarga men javob beraman. Ana undan keyin montajni boshlayman. Bu yerda shu savol yoki deb berilmagan, yoki-da boya gap, demak, ustalar просто montaj, dardi xayol montaj, lekin effektga qanchalik, bu imoratda gazoblok bilan bazalt bilan chiqishiga qanchalik ahamiyat berilmagan. Xo'p, men ularni tushunib oldim. Sizlarga maslahat beraman, suvoq qilish kerakmi yo'qmi? Ana undan keyin kelishib oldik. Ishni boshlashdan oldin biz nima qilamiz? Jilka tortamiz. Ya'ni nolni aniqlab olamiz. Qanaqa devor, qatlari, peripad nima bo'lgan? O'shanga qarab biz orientir beramiz. U yana bir marta savollarga javob beradi, suvoq qilish kerakmi yoki yo'qmi degan. Dyubillarga e'tibor berilsa, demak, mana men bu yamoli dyubilli ustidan qilingan, o'sha kleydi, bu ham qo'shimcha yana защитный ishlatiladi. Dyubilli yaxshisi tanlangan, to'g'ri, termogolovkali, yana lekin bitta narsaga ahamiyat berilmagan. Qaranglar, ba'zi ustalar отход ko'payib ketadi-yu deb oynani chetini g'ishga qilmaydi. Ya'ni G bo'lish kerak. Bitta bazalt plita, mana yaqinlashtiring. Ko'ryapsizmi? Mana bu joyi. Mana bu joy ulangan. Bu yerda ikkita plita, aslida esa bu bitta bazalt qo'yilib, ana undan keyin kesilib, aslida o'zi boshlashdan oldin shu narsani ham e'tibor berish kerak edi. Ko'pchilik ustalar aytadi, uy egalariga bu narsa, endi bilgan odamlar ko'p bu. Nimaga o'yinlarning chetini G qilmaysizlar deb ustalarga aytganda отходinglar ko'payib ketadi deydi. Yo'q, отход ko'paymaydi. Nimaga? Oldindan shu narsalarni hisobga olib, keyin bitta plitani razmerini olib, ana pastiga uloq tushsa hech narsa qilmaydi, lekin uni ham to'g'rilab ketsa bo'ladi. Ya'ni основной zona mana shu G bo'lish shart. Har bitta plita demak razmeri olinishi kerak. Kesiladi u. Mana bunaqa shel noto'g'ri narsa. Bu izolyatsiya bo'lyaptimi? Bu shellarni imkon qadar hozir ham kecha emas, kichkina bazalt kesilib qo'yib yuborsa bo'ladi. Yoki-da boshida yaqinroq qilib qilelash kerak edi. Imkon qadar bu yerda unaqa ko'p xatoliklar yo'q. Bitta sezganim baribir pravila hozir narigi qismda ko'rsataman sizlarga. Bu yerda ham sal ketgan joylar bor. Ha, yana bitta narsa, qaranglar. Hozir men aytib o'tdik shuni. Kolonnada ko'ryapsizlarmi? Mana bu yoq tarafdan ko'rsating. Qarang, mana gazoblok qancha kirgan. O, mana chiqdi bo'lgan. Mana kleyni yopishtirishdan oldin, как бы основаниyani tekislash uchun ishlatishgan. Bu aslida gazoblok teruvchilarning insofi. Bu yerda endi vaziyatdan kelib chiqqan holda yechim qilingan. Bu ham mana ko'ryapsizlar, shu devor ko'tarishdan boshlab bizga hamma narsa fasad ideal chiqish uchun bog'liq. Mana elektrikada chiqqan oldindan edi. Qaranglar, yana bitta narsa to'g'ri qilingan. Bu egalardan so'radim. Ular bilar ekanlar, mana bu materialni fundamentdan, zasipkadan oldin ko'pchilik bizda nima qiladi? Izolyatsiya qiladi va zasipka qo'yadi. Bular именно mana e'tibor beringlar. So'qi qismiga va yo'li atmoska deylik, atmoskaga именно grunt izolyatsiyaga zarar yetmasligi uchun qilinadi. Bu yerga to'g'ri qilganlar. Ya'ni bu zasipkadan oldin izolyatsiyaga zarar yetkazmasligi uchun xizmat qiladi va drenajni ham suvi kirishini oldini oladi fundamentga. Bu yerda ko'pchilik SPS yoki penoplast qo'yib yuboradi, bu ham to'g'ri. Mana e'tibor bersanglar, bazalt plitalarini yopishtirilayotganda shillar bor. Ya'ni bir-biriga jips yopishmagan. Bu ham bu izolyatsiyaning foydasi bo'lmaydi bu aslida. O'shaning uchun nima qilish kerak?